15. Bab. Bu çağda paytaxt Yerusalim'den bazı parisiler ve Tevrat ustazları Hazreti İsa'nın aldığı kelip, şagirdlerin nemişqa ajdodlarimizning an'analariga xiloflik qiladi. Ular tamoqdan ilgari qo'llarini yumaydi ekan-ku, dedi. Hazreti İsa ularga mundaq javob berdi. Sizlar-chu, sizlar nemişqa an'anamizga rioya qilamiz deb Xudoning amrlariga xiloflik qilasizlar. Xudo ota-onangni hurmat qil va otasi yoki onasini haqoratlaganlarga o'lim jazosi berilsin deb amr qilgan. Lekin sizlar ota-onasiga mendan oladigan butun moddiy yordamlarni Xudoga otib degan kishining ota-onasiga vafodorlik qilish majburiyati qolmaydi deysizlar. Buning bilan an'ananglarni deb Xudoning amrini yo'qqa chiqarsizlar. Ey soxtipazlar! Xudo Yashoyo payg'ambar orqali oldin aytgan muni so'zlar sizlarga nima degan mos keladi? Bu xalq meni og'zida hurmatlaydi, lekin qalbi mendan yiroq. Manga qilgan ibodati behudadir. Chunki o'rgatganlari Xudoning amrlari emas, balki o'zlari chiqarib olgan fatvolardir. Hazreti İsa xaloyiqni yeniga chaqirib, ularga quloq selinglar, ham shuni tushuninglarki, insonni napoq qildig'ini og'izdan kirdig'ini emas, balki og'izdan chiqadig'inidir, dedi. Keyin shogirdlari uning oldiga kelib, sizning so'zlaringiz parisilarning tishiga tekkanligini bildingizmi? dedi. Hazreti İsa mundaq javob qaytardi. Arishdiki otam tikmagan har qanday o'simlik yiltizidan qo'mirib tashlandi. Ularga pisand qilmanglar. Ular qarg'ularga yo'l boshlaydigan qarg'ulardir. Agar qarg'uni yetaklasa, har ikkisi o'rg'i tushib ketadi. Petrus, boya aytgan napoqlik to'g'risidagi tamsilni tushuntirib bergaysiz, dedi. Sizlarmi textcha tushunmayapsizlar, dedi Hazreti İsa. Eg'izga kirgan narsalarning oshqozon orqali tarat bo'lib chiqib ketadiganligini tushunmaymizlar. Lekin eg'izdan chiqadig'ini qalbdan chiqadi. İnsonni napoq qiladiganimi shu. Chunki yomon niyat, qotillik, zinoxo'rlik, jinsiy axloqsizlik, o'g'rilik, yolg'on guvohlik ve töhmetxo'rlik qatorliq gunohlarning hammasi qalbdan chiqadi. İnsonni mana shular napoq qiladi. Yuyulmagan qo'llar bilan taom yeyish bo'lsa, insonni napoq qilmaydi. Hazreti İsa u yerdan ayrilib, Tir ve Sidon shaharlarining atrofidagi rayonlarga bordi. U yerda o'rtoqlashgan kanonlardan bo'lgan bir ayol Hazreti İsa'nın oldiga kelib, ey taqsir, podsho Davudning avlodi, holimga yetkaysiz. Qizimga jin chaplashib olgan edi, holi bak xarob, deb zorildi. Lekin Hazreti İsa u ayolga bir ig'izmi javob bermadi. Shogirdlari uning oldiga kelib, bu ayolni yo'lga sag'aysiz, kaynimizga egishib elib, yo'l bo'yi vaqirab yuridi, deb talab qildi. Hazreti İsa yilqi ayolga qarab mundaq dedi. Men faqat Xudoning yo'qolgan qo'ylari İsroillarga avatildim. Yilqi ayol uning oldiga kelib, hey taqsir, menga shafoat qilgaysiz, deb oyig'i yiqildi. Hazreti İsa uningga, bolalarning ninini itlarga tashlab berish to'g'ri emas, dedi. Yilqi ayol buningga javoban, shundoq taqsir. Biroq itlarmi xo'jayinning dasturxonidan tushgan non uvoqlarini yeydi-ku, dedi. Shuning bilan Hazreti İsa uningga, ey ayol, ishonching komil ekan, tilaginingdek bo'lsin, dedi. U ayolning qizi shu an saqiyib ketdi. Hazreti İsa u yerdan ayrilib, Galiliya ko'lining bo'yidan o'tib, taqqa chiqib o'ltirdi. Uning oldiga nurg'un xaloyiq yig'ildi. Ular yana tokur, qarg'u, cho'loq, gacha ve başka her xil kasallarni ilib kelib,
Hazreti Aysoning oldiga qo'yishdi. Hazreti Ayso ularni saqaytdi. Xalq qochilarning tili chiqqanligini, cho'loqlarning asliga kelganligini, to'kurlarning manganligini, qarug'ularning ko'zi ichilganligini ko'rib, hayron bo'ldi va Isroillar itiqod qilib kelgan Xudoga matiya o'qidi. Hazreti Ayso shogirdlarini yeniga chaqirib, bu xaloyiqqa ichim og'riydi. Ular 3 kundan beri yenimdan ketmidi. Yeydigan bir narsimi qolmadi. Ularni o'ylarga osh qo'saq qaytarishni xolamayman. Yo'lda yiqilib qelishi mumkin, dedi. Shogirdlar uningga, bunda xilvat bir yerda bunchavala xaloyiqni to'ydig'idek nonni nerdan topimiz, deyishdi. Qancha neninglar bor, deb so'rdi Hazrati Ayso. 7 non bilan bir necha tal kichik beliqimiz bor, deyishdi ular. Bunun bilan Hazreti Ayso xaloyiqni yedi o'ltirishga buyurdi. Ondan 7 non bilan beliqlarni qo'lga oldi va Xudoga shukr etib, ularni o'shtib, shogirdlariga berdi. Ular ko'pchilik taqatdi. Hammalar yeb to'ygandan keyin shogirdlar eshib qolgan parchalarni 7 sivatga yig'ib oldi. Tamaq yeganlarning soni ayollar va bolalarni hisobga olmaganda 4000 kishi edi. Hazreti Ayso xaloyiqni yo'lga solgandan keyin kemiga tushib, Magadan yezisining sirtiga bordi.